qo'lingizda, ayniqsa kichik va nomsiz barmog'ingizda uyushish, chimillash yoki tok urgandek hislar bo'lyaptimi? Bu qo'lni charchog'i emas. Bu kubital kanal sindromi va u jiddiy muammo. Bunga asosiy sabab tirsakda joylashgan nervning qisilishi hisoblanadi. Bu quyidagi omillar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Tirsakka suyanib ko'p ishlash, kompyuterda uzoq ishlash, qo'lni bukkan holda uxlash va ko'p holatlarda tirsak suyagini singandan keyingi asorat hisoblanadi. Lakteal nerv, ya'ni tirsak nervi, tirsak suyagini orqasidan o'tadigan maxsus kubital kanaldan o'tadi. Bu kanal juda ham tor bo'lib, u yallig'lanish, tashqi ta'sir va shikastlanishlar sababli yana ham torayib, nervni qisib qo'yadi. Va natijada miyadan kelayotgan signal shu yerda to'siqqa uchrab, qo'lga to'liq yetib bormaydi. Shu sababdan qo'l va barmoqlarda og'riq va uyushishlar yuzaga keladi. Nervning doimiy qisilishi davom etaversa, uning qurishiga va falajlanishiga olib keladi. Natijada barmoqlar qiyshayib, kafning bir qismi ozishni boshlaydi. Bu esa nogironlik degani. Agar bu holatga vaqtida e'tibor qaratilmasa, barmoqlarda sezish yo'qoladi, qo'l muskullari sizga butunlay bo'ysunmay qo'yadi va barmoqlar egilib, qush panjasiga o'xshash holatga keladi. Og'ir holatlarda hatto operatsiya ham to'liq natija bermasligi mumkin. Shuning uchun erta qo'yilgan tashxis va vaqtda qilingan to'g'ri davo juda muhimdir. Men doktor Ulug'bek ko'p yillik tajribaga ega qo'l va oyoq mikroxirurgiman. Tajribamdan kelib chiqib ushbu kasallikning eng zamonaviy va samarali yechimi deb nerv dekompressiyasi va transpozitsiyasi, ya'ni qisilgan kanaldan nervni ozod etib, uni yangi, erkinroq zonaga ko'chirish amaliyotini tavsiya etaman. Bu nozik va aniq operatsiya bo'lib, nervni bosimdan xalos qiladi. Agar sizni shunday muammo bezovta qilayotgan bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.